Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 27-dekabr. Hafta kuniga shanba. Arshan qo'zimiz mana sotuvda. Yangisi, xudo xolasa 7,5 oylik qo'zimiz. Hop, mana atrezlari. Xudo xolasa kelgan atrezlari. Quloqlari 19. Hop, mana garbunoslari ham kelgan. Chiroqliqini. Ichlarni ko'ztib qo'zimizni. Chiroqli qilib. Mana hali marjon, guruch tishlari, bo'ylari xudo xolasa bo'ychalar xudo xolasa 90 plusda, 90 ga hisoblayverasizlar. Pullari 1,5 ming deb aytdik. 1,5 ming dollar xudo xolasa. Barakasiga yutib beramiz. 12 viloyatga dastavkamiz bor. Inshaalloh xudo xolasa yaxshi ko'chat. Mana aziz obunachilar, hop, ikkinchi partiyamizga mana ena olamiz. Ular qo'zi sog'liqcha. Xudo xolasa. Hop, mana enalari. 3-bolalar 6 tish. Xudo xolasa mana 6 ta. Tishlari. Hop, bo'ylari. Qo'z o'lchab ko'rsangiz bo'ylarini. Bo'ylar 90 plusda. Mana 90 plusda bo'ylari. Org'iliga e'tibor qilmasizlar. Bola boqqan sog'liqchamiz. Hamma joylari kelishgan. Bu sog'lig'imizni enolan narxi 1200 dollar deb aytdik. Inshaalloh barakasiga yutib 12 viloyatga dastavkamiz bor. Aziz obunachilar, mana 3-chisiga xudo xolasa mana ekan. Arshan Burisvetdagi sog'lig'imiz qo'zda yangi chiqqan 2 tish, birinchi qorin bo'g'oz xudo xolasa. Mana razrezlari kelgan. Xudo xolasa. Mana quloqlari, quloq tashlashlardan qarang. Quloqlari ham 20 sm xudo xolasa. Tishlarni ko'ztib 2 tishga yangi chiqqanlar mana xudo xolasa. 2 tish birinchi qorin bolasi. Bo'chalari. Xudo xolasa 85 ekan bo'ylari. Bo'ylari 85 ga. Salom qilasizlar. Qo'yimiz arg'amchiga tushmagan. Sal qiynali. Razrezlari. Shularga kalasini ko'zitib o'g'lim, chiroyli qilib. Garbunoslar kelgan, mana garbunosli chiroyliqini. Mana quloq tashlashlari aka. Bu sog'lig'imizni akalar 900 dollar deb aytdik. Inshaalloh barakasiga yutib beramiz. 12 viloyatga dastavkamiz bor. Podpiska, like bosib berasizlar.